Bek esli kepti. Amish yaqindan olmuş ballar jikan bo'lib qolayotgan, o'tal olib qolayotgan ata-onalar mayan qaylanglar. Managa bek jiqish ketmaydi. Materialni azon o'zini ayt qo'llanishchan foyda qilish nisbati intayin yuqori. Materialni ko'rib boqaman. Ma bu nisbatan emas. Shu ya dansalli ham emas. Bizning bu ko'pincha Janubiy Shinjongdan bo'libmi Qashqardan jiqroq chiqadi. Bu hamni ko'kamat deymiz juma. Ya nisbatan ya dansalli ham emas. Mush ko'kamatni alaydi, shu o'talga, zukonga foyda qilish nisbati alaydi yuqori. Asl tushunmasam cho'ngdan so'rasam bo'ldi. O'zi kim alaydi men bad qildi juma. Bu chayliqimizning asosiy materiali olan qopqasam shu ko'kamat. Bundan boshqa shu alqat deymiz. Mana chuchuk bo'yna yıldız deymiz. Qizilgul. Ama zencevil. Zencevillenin kimmiş ailede sevgişletadigan yo'l zencevilini sarsan texmi foydalanish önüm texmi yaxshi bo'ladi Allah. Ondan boshqa shu navatdan o'zing yoqtirgan vaqtlarda selebritlar chayonlar tam texmi o'zgacha chiqadi, ichishlik chiqadi. Belgiq yap qilib 5 onlab ag'irtib maqchana. Bir demlab ko'rsatib qo'yib bir ugun olingmi? O'zingning sharoitiga asosan chaynikalning cho'qchilikka asosan qilsam bo'ldi. Endi o'simlik materialining miqdorini deb beramda alqatdim 5 gram atrofida alqol solamiz. Ma chuchuk bo'yna yıldızdan 4-5 tal sarsak bo'ldi mana. 5-chilik. Qizilguldimni 4-5 tal solamiz. Mana zencevilledan 5-chilik sarsak bo'ldi. Ailda sevgishlatayotgan yo'l zencevillini olib qolsa, ta'm taxmi yaxshi chiqadi. Ma'nodan ishlik chiqadi. Foyda qilish nimasi surati taxmi tizilishadi hojima. Alamet yaptı. Lekin özü sel bedenarak çıkıp kaptı rengi. Bunun faydalı tarafını deyimiz mi? Rengini içmeyemiz, fayda kılış tarafını deyimiz. Biz devamlı kavziyet oladıqalı, devamlı zaten Ahmet çaylarından süpüranlı kavziyette yaxşı olabilir sizler. Buna yani navatını sap koyamaz, tam esil çıkar. Vah vah vah, alamet. Çaylı pişip de. Sizga kaltemin bir iş bitay. Bek esli kepti.